Xitoy ajrimlar qonunini o'zgartirdi. Endi mashinnik tilla baliqchalarga shimildirig' ham yo'q. Nimaga bunday deyapman? Endi nikohdan keyin er-xotin nima sotib olgan bo'lsa, ularning nomida nima bo'lsa, o'sha narsaga kim qancha rasxod qilgan bo'lsa, o'sha narsani ola oladi xolos. Aytaylik, uyni er olgan, mashinani xotin olgan. Uyni olib ketadi, mashinani olib ketadi. Kim nima rasxod qilgan bo'lsa. Avvalgidek o'rtadan teng bo'linish yo'q. Qizig'i, nimaga bunday bo'lgan? Boshida erkaklar to'ydan keyin ajrashsa, ayol kishiga hech narsa berilmagan. Ayol kishi hech narsasiz ajrashib, uyiga qaytsa, hech narsasi yo'q. Ota-onasi kirgizmaydi. Aynan o'shaning uchun ham Xitoyda yashaganlar biladi. Xitoylik qizga uylanmoqchi bo'lsangiz, ya'ni Xitoyning ichida mashinangiz bo'lishi kerak, uyingiz bo'lishi kerak va albatta uyni qizni nomiga olgan bo'lishingiz kerak. Bo'lmasa ular yerga tegmaydi. Nimaga? Ular qo'rqishadiki, ertaga siz ajrashib pulni tashab ketadigan bo'lsangiz, u uysiz qolib ketadi. Lekin bunday prioritetdan foydalangan qizlar ko'proq vlogerlar. Men shaxsan o'sha nomlari bilan aytaman, xitoylik o'sha TikTokdagi vlogerlar bor, katta boylarni tushirishgan. Ancha pulga tushirishgan. Shundayga erga tegib olib, zaksga o'tib, bir oydan keyin ajrashib, kompaniyasining yarmini olgan. Endi shunday holatlar ko'paygani uchun Xitoy hukumatı buni ham tartibga soldi. Endi siz nimaga rasxod qilgan bo'lsangiz, qancha pul chiqargan bo'lsangiz, o'shani olasiz. Tamom. Buni nimaligini so'ragan bo'lsanglar, bu morojniy. Bizda dekabr. Lekin hali ham 20 gradusda issiq. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Izohlarda fikrlaringizni qoldiringlar. Endi mashinniklar qanday yo'lini o'ylab topadi.